Ilhomjon, hozir nimada ishoninglar, jigarlar, men sizlarga bitta qanaqa desam, uy topaveramiz-ku, bir arziydimi, arzimaydimi video qilamiz, lekin biz harakat qilamiz arzonroq topishga. Endi joy uchun narxi qimmat bo'lishi mumkin. Hozir yana bitta obzor chiqadi. Shunday chiqqanimizdan uy egalari aytadilar, "Mana uyim bo'lsa sotiladigan, sotib berasizlar" dedilar. 2 xonalik, 3-etaj, narxi 46500. 68 minglik uy ko'rsatdik, 59900 lik uy ko'rsatdik. Endi sizga 46500 lik uy ko'rsatamiz. 8 qavatli yangi g'ishtli domni 3-qavatida 2 xonalik umumiy maydon 55 metr kvadratga iborat xonadonni sotuvga chiqadi degan. Manzil Buxoro shahar, Krit Rinik deb ko'rasizlar. Video davomida hozir birgalikda ko'ramiz va baho beramiz jigarim. Iltimos sizdan like bo'ling, like bittagina bosib qo'ying, bepul-ku. Kanalga obuna bo'lishingiz esingizdan chiqmasin jigarim. Menimcha yomon variant emas. Men ham hol ko'rmadim, sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar. Nima deyapti? Ha? Sizlar ko'rasizlar, mahsulot. Kirganimizdan keyin katta perxoshka deya olmaymiz, lekin perxoshka qismi mavjud jigarlar. Ana bu joyda perxoshka shkaf joylashtirib olish imkoniyatiga egasizlar. Alohida bo'lgan sanuzel qismi elektr montajda 4 yevro montaj qilingan. Bu xonadan o'sha xonalarimizni ko'ramiz. Birinchi sanuzeldan ko'raylik. Qaranglar, 55 metr kvadrat bo'lsa ham sanuzelni alohida qilib qo'yibdilar. Shu joyga bitta like bosib keting. Dapatalka kafil qilingan. Bu qismda hojatxona qismi. Hojatxona qismi ham dapatalka kafil qilingan. Eshiklarimiz anaqa haytib ustidagi eshiklardan qo'yilgan. Hoppa, bu manzarani qarang. Kamida, hurmatli obunachilarim, sizlarga shunaqa kvartiralar nasib qilsin. Chin ko'ngildan aytaman. Hammamiz niyat qilamiz, uy joy olaylik, mashina olaylik deb. Sizlar ham niyat qilgan bo'lsalaring, like bilan obunani ayamasdan bosinglar. Ana bu qismi studiya qismi o'zi asli kadastrda 1 xonalik, 2 xonalik qilingan 55 metr kvadratga bor. Mix mebel qo'yib olganlar, ko'ryapsizlar. Ana bu joyda bitta televizorlarning, iloslarning chiroyli zonaga aylanadi. Tepa qismi gipskarton yo'qligida chiroyligini ishlovlar berilgan. Zal sifatida foydalanish imkoniyatiga egasizlar. Xo'p. Bu qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana bu joyda hurmatli ayollarimiz uchun kompaktligina bo'lgan kuxnya qismida ham stиральный mashinaning joyi, muzlatgich joylari tashlab o'tilgan. Настольный gaz plita va vichkalarimiz ham mavjud. Issiqlik tizimini albatta yaratib beruvchi ana bu qismda duh konturli kotellarimiz joylashtirilgan. Xo'p, tashqari atmosferani bitta ko'rsating, jigar. O'yinlar 2 qavat akvaplastronomlar turibdi. Bu ham shundoqqina yo'l ustidan birinchi liniya, Krit Rinik shundoqqina protifida joylashgan. Narxi 46500 dollar so'raladi. Jigarlar, bugun faqat sentrdan ko'rsatamiz. Oyoq tagiga aytmoqchi, qaraydigan bo'lsak, to'liq laminat qilingan. Hoppa. Ana bu joyda kompaktligini bo'lgan spalna xonasi. Spalnaga necha baho berasizlar? Juda ham chiroyli chiqqan. Ayniqsa ana shu pardamiz menga yoqdi. Bitta pardani ko'rsating qanaqa. Neobычный chiroyli uslubdagi parda tanlangan. Konditsioner joylari tashlab o'tilgan. Oyoq tagi yaxshi qo'lini ham tashlab qo'yibdilar jigarlar. Hurmatli obunachilar, 8 qavatli Novostroy domni, xo'p. 3-qavatda 2 xonalik, 1 xonalik, 2 xonalik qilingan kvartirani obzor qildik. Narxi 46500 dollar so'raladi. Inshaalloh kesalaring ustidan savdo qila olasizlar. Jigarlar, faqat yaxshi kunni ko'rishaylik, oltin boshlari omon bo'lsin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz sizlarga taklif qilishdan charchamaymiz. Sizlar tanlov qilishdan adashmasalaring bo'ldi. Ko'rishguncha.